Assalomu alaykum. Bugungi ishimiz boshlangan Chinomarda. Andijon viloyati Chinomarda. Kimga mana shunaqa landshaft qilish kerak bo'lsa yoki mana shunaqa italyanskiy gullar ekish kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Hozir yer tayyorlash jarayoniga ketyapti. Gullarimizni ekib bo'ldik. Tevarog'ini olyapman. Ham ideal qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarga bo'lsa murojaat qilasizlar. Instagram ve Facebook. Xudo xolasa ishimiz tugagan yana bir obzor qilaman cho'tga qilib. Murojaat qilasizlar. Ideal holatda qilib beramiz. Uzr endi montaj qilgani hozir vaqtimiz yo'q, shuning uchun pryamoy videoga olyapman. Murojaat qilasizlar. Silka nomerimni tashlab qo'yaman.